eng komfort hududdan 4 xonali uy topib qo'ydim sizlarga. Tayyor remontli 4 xonali kvartira. Lokasiya juda ham zo'r, shundoqqina yo'lda bo'yda, ya'ni tekstilda 6-hammomga yaqin kelganmiz. G'ishlik domda 4 xonali uy sotuvga chiqmoqda. Tashqarida mashina qo'yishga parkovkalari mavjud, shundoqqina yo'lda bo'yda. Ijaraga qo'yib foydalanaman desangiz ham juda ham zo'r variant, chunki bu yerda ijaraga talab juda ham yuqori. Qarang, tashqaridan kirish qismlari to'liq uy taxtapol bo'lgan va remontlarga o'zingiz baho berasiz. Yangi remont qilingan kvartira. Xo'p, chap tarafdan boshlaymiz. Birinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Isitish tizimi mavjud, to'rtkonturli kotel o'rnatilgan, romlar esa akfaromlarda. Bu yerda balkoni mavjud. Remontlari svejiy, yangi holatda. Skvoznoy holatda uy. Ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Batareykalar barcha xonalarda, romlar esa akfaromlarda. Navbatdagi 3-xonasi. Umumiy 68 kvadrat foydali maydonga ega 4 xonali kvartira, o'zi hujjatda 4 xonali. Bu tomonni ko'rishingiz mumkin. 4-xonasi. Kattagina bu yerni zalga qilsangiz bo'ladi. 6 metrli verandasi ham mavjud. Agar oshxonani ko'chirsangiz, o'zi 5 xonaga aylanadi. Qarang, 6 metrli veranda kattagina. Bu tomoni dvorga qaragan, nari tomoni ko'cha tarafga qaragan. Bu tomoni esa oshxona. To'rtkonturli kotel o'rnatilgan, qolgan jihozlarni o'zingizga qarab moslashtirib qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu yerda esa alohida qilingan hojatxona hamda vanna xonalari. Tomoni vanna, yonginasida esa hojatxonasi joylashgan. 68 kvadrat foydali maydonga ega, g'ishtlik dom, 5 qavatli, 5-qavatda 4 xonali kvartira. Narxi esa egalar tomonidan $38,000 ga baholanyapti. Albatta, kami bor qiziqarli quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'linglar, sizlarga bundan ham zo'r uylarni tavsiya qilishda davom etamiz.